Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ertaga 31-dekabr. Bayramni qayerda kutib olamiz aka? Alaykum assalom aziz, qanaqa bayram? Ertaga ham oddiy kun, ishga boramiz, kelamiz. Qachonki finans tomonlama umuman muammoing bo'lmaganda, seni o'rningga qilgan ishlaring gapirishni boshlaganda, hamma narsani joy-joyiga qo'yib, oila, uy, ish aniq bir rejimda ishlashni boshlaganingda, erkak kishini bayrami boshlanadi. Ana o'shani nishonlasak bo'ladi. Ate ungacha dam olish yo'q. To'lqa ish. Aka bu oshnalar aytayaptiki, bu akobot ko'rmaganimizga ham 4-5 yil bo'lib ketdi. Shu biz 300 dollar tashab beramiz deyapti. Shu telefonda bir zapis qilib bo'lsa ham bitta yangi yil haqida bitta she'rmi? Yo bir yaxshi tilaklarni tabriklab qo'ysin bizni ham deyapti. A few moments later. Gap pul mulda emas, endi mana oqibat uchun aytaman, mayli. Qorboboni qorni katta. Qorda ko'rsang yaxshi ekan. Yangi yilni zavqi boshqa. Uyda kutsang yaxshi ekan. Ichkilikni oxiri yomon. Ichmay yursang yaxshi ekan. Qor qizni fe'li yomon. Undan qo'ling yaxshi ekan. Hammangni arzimasang ham bayraming bilan tabriklayman. Pulni tayyorlab qo'ylaring, короче.